Sizlar mana o'sha aytganim kriloy ko'rinishi ham bunaqa bo'ladi. Kichkina. Yutishga ham qiynalmaysizlar. Yaxshi mazasi. Ertalab och qoringa ichsanglar. Boshqa maqsadda ichganman, lekin bu organizmga tushib, hamma joyimni sog'lomlashtirgan hisobiga, endi hamma joyim emas. Endi shu orumlarni qoldirgan uchun shunaqa deb o'ylayman. Kriloy. Menda bor sotuvdi 5-6 ta, yaxshi narsa. Prosta mega emas-da, kuchli narsa. Keyin manjaro olib ozotgan paytda nimalar ichish kerakligini masalaga aytaman. O'zim qilmagan narsalarni sizlarga tavsiya qilaman. Chunki men endi chiqib kelyapti. Chunki manjaro hali yangi nimaga qo'shib ichsa sizlarga foydali aytaman.